Assalomu alaykum. Hurmatli bog'bon do'stlar. Mana bugun nasib qilsa 4-fevralga ham kelib qoldik. Mana bahor yili kelib qoldi. Mana hozir dehqonlarga hozirgi fevralda har bir kuni qaraymiz. Hozir ulama qilsa bo'ladi, yorma ulamalar qilsa bo'laveradi, uzummi, shop nima bo'lsa ham. Keyin mana o'g'itlar hozir rosa moment bir kunda ham o'tkazmang, chunki hozir o'g'itlar kirib qolsa oyog'ini tegan o'sha 20-30 sm, ana yarim metr 50 sm katta daraxtlarga 100 gram 150 gram g'o'dasiga qarab eng kami 50 gram bo'lsa, har narsadan keyin hali zo'r yomg'irlar yog'adi, nasib qilsa yomg'irlarda erib mart aprelga mayga tayyor bo'lib qoladi va kam ko'sini suv kirgan sari yozi bilan sizga o'sha oziqa olaveradi. Smart bedlar nimaga? Smart degani aqlli degani, fer degani o'g'it degani. Aqlli o'g'it degani bu, men hayron bo'lganman, oldin tushimda ham ko'rmaganman. Bu o'g'itlar shunisi bilan ajralib turadiki, mana hozir olmalar bitta zo'ri turadi, kecha bir mehmon olib ketib qoldi. Mana ko'rsataman. Nimaga chirimaydi? Hatto qurtishgan jarayoni ham. Mana ko'rinyaptimi? Mana uzdim, qanagramma emas. Qattiqligini qarang. Mana endi chirimaslikka kafolat beradi. Bu shu xonadonimizda boricha bu haqiqatda ham reklama joriy, lekin reklamaning ham reklamasi bor narsani ko'rsatish kerak. Mana endi 0,7 gradusgacha bizda minus bo'ldi. Buni qarang olmamizda. Mana endi bu chirigan joylari mana. Mana chirigan joylari. To'xtab qolgan o'rnida. Mana endi buni bu tomoniga sal sovuq o'tibdi. Mana tepa tay tomoniga sovuq o'tmagan. Mana ko'rinyaptimi? Mana bu tomoniga sal sovuq o'tgan, bu tomon turibdi. Mana endi fevral 4-fevral kuni uzum turar edi. Olmani ham shunday qilib saqlasa bo'lar ekan. Bu biz uchun juda ham baxt, bog'bonlar uchun. Mana qaranglar. Mana shu Pink Lady olma. Biz ko'poros kerak emas, endi mana shundan foydalanamiz. Qarang. 1%ligiga 100 gram, 2%ligiga 200 gram, 3%ligiga 300 gram. Bemalol 200-300 gram 10 litr suvga qo'shaveramiz. Yana bir narsani ko'rsataman. Mana ichida bo'ladi. Oldiga 2%li bo'ldi, buni qarang endi. Aralashtirdik. Yana bir narsa siri tez aralashadi mana. Bunaqa nima bo'lib qolmaydi. To'planib qolmaydi. Mana. Mana endi buni yana bir narsani aytaman hozir. Mana qo'yishda. Mana aralashib bo'ldi endi. Endi bir narsani apparatga qo'yapmiz. Mana setkasi bor. Mana ostida bo'mbo'sh, hech qanaqa assatkasi qolmadi. Ba'zi bir narsalarni aralashtirmoqchi bo'lsak, shunaqa vositalarni, mana bu paqirni axlatlari qolibdi xolos, kirlari mana. Endi qarang, 1 gram nima qolmagan. Vositadan o'sha ko'k ifo bor mana. Setka top toza. Qarang mana. Shundan bilib olasiz, shunaqangi mayin qilib ishlanganki bu daraxtlarga ham zo'r ta'sir qiladi. Bu har qanday shunaqa bir pudraviy, ya'ni un holatdagi mahsulotlarda shu setkada salda mana 1 minut ham turgani yo'q. Aralashtirdim-u qo'ydim. Buni boshqalar eritib olish kerak, boshqa degan narsalar bu. Mana erimadi ham, bir pasda o'tib ketdi. Bu degani eng zo'r texnikalarda maydalangan, shunaqangi mayda qilib zarra qilinganki, mana shu setkada ancha-munchasi o'tmaydi. Faqat paqirni yuqidagi o'sha kirlari qolibdi xolos mana. Shu ham bitta siri shuni. 15 foydasi mana. Ta'sir etish xususiyati tarkibidagi azot, fosfor, kaliy va boshqa elementlar o'simlik tomonidan tez va oson o'zlashtiriladi. Shu bilan birga o'g'it tarkibidagi elementlar davomiy muddat ichida tuproq tarkibida saqlanib, yo'qotishsiz bateriya bo'lmas ekan.
ekinlar tomonidan muvozanatli holatda o'zlashtiriladi. Ya'ni muvozanatli balansировка qilib beradi. Barcha turdagi tuproq sharoitlarda ham qo'llaniladi. Yuqori hosildorlikka erishadi. Ushbu o'g'it qo'llanib yetishtirilgan mevalar, sabzavotlar va donli ekinlarning ozuqaviy sifati oshadi va saqlash muddati ko'payadi. Saqlash deganda mana sizlarga tushunib turibdi. Shu joyda qurt tushgan joy ham zakolobka bo'lgan. Mana bu bor narsa. Mana o'sha ko'pchilik uzumim chirib ketyapti, olma chirib ketyapti deydi. Mana hozirdan nasib qilsa shu o'g'itlarni berishni boshlash kerak. Biz kuzda o'g'itlab qo'yganman. Oldingi o'g'itlar berardik. Ular ko'p bo'lsa chirib ketishiga sabab bo'ladi. Peredoza bo'lib ketadi. Bu issiq havo bo'lsa to'xtab turadi, salqin bo'lsa, o'rtacha havo bo'lsa tortaveradi o'ziga. Mana bularda o'sha juda ham zamonaviy texnikalar ishtirokida o'sha jarayonlar tayyorlanyapti. Men oldin bizga afsona bu aqlli o'g'it ham bo'ladimi degan. Aqlli televizor bor. Telefonlarimiz smart aqlli, lekin o'g'itda aqlli bo'lishi bu bor narsa. Kimdadir yangilikdir. Mana o'sha ifodaning nomerlarini qo'yib qo'yamiz. +99 878 147 0500. Respublikamiz hamma oblastlarida agentlari bor. Sizlarga katta bog'lar bo'lsa, hatto mutaxassislari bor. Yetib borib, sizda o'sha 1 gektar bog'ingiz bo'lsa, baribir ham kimgadir xizmat haqi berasiz-ku. Yil mobaynida sizga instruksiya beradi. Tushuntirib ko'rib berish imkoniyatlari bor. Chunki fan rivojlanyapti, dehqonchilik ham rivojlanyapti. Shu qatorida dehqonchilik madaniyati rivojlanyapti. Mana endi Smart Fet 821.0TE umumiy organik modda, umumiy guman, folek kislota, umumiy azot, karbamid azoti, amoniy azoti, umumiy fosfor P205, umumiy oltin gugurt S, umumiy suvga eruvchan rux, eng yuqori namliklardan 15-15 kafolatlangan tarkib umumiy organik modda 25%, umumiy guman, folik kislota 25, eng yuqori namlik 508 ekan. Ana. Endi 21.0T ni o'qib beraman. Ta'sir etish xususiyati esa afzalliklari. Ekinlarni azot va fosfor elementiga bo'lgan ehtiyojini qondiradi. O'g'it tarkibidagi fosfor elementi o'simlik tomonidan to'liq o'zlashtirib, kristallashib qolmaydi ekan. O'g'it tarkibidagi organik moddalar gumi, folivik kislotalari tuproq mikroflorasini yaxshilab sho'rpanishini oldini oladi. Sho'r nimalarni oldini olar ekan. Hamda qattiq tuproqlarni yumshatar ekan. Ana qattiq tuproqlar bo'ladi, yumshatar ekan. Ekin uchun kerakli bo'lgan namlikni saqlab turar ekan. Tuproq eroziyasini oldini oladi va gumis organik moddani miqdorini stabillashtirar ekan. Mana ekinlarning gullashi va meva shakllanishini bosqichida noqulay ob-havo sharoitida chidamligini oshiradi. O'g'it qo'llangan maydonlarda hosildor yuqori. Ana eng asosiysi havo isib ketadi, sovib ketadi, balansировка qilar ekan. Eng kerakligi shu. Mana shu Smart 21.0TE bir yil qo'shildi. Ana hurmatli o'rtoqlar, bu bor narsa, bu chet eldan kelmagan, o'zimiz O'zbekistonimizdagi o'sha ifodamizniki. Yana bir bor nomerni aytib qo'yaman. Ma'lumotlar olaverasizlar. +99 8 7. Mana bahorda hidi kelib qoldi. Mana Smart Fetlarimizdan shu ifodamizda o'g'itlari mana 821.0-ME hamda Smart Fet 15 415 SME. Ana aqlli o'g'itlar. Mana bunisi shunaqa qora shaklda bo'ladi. Mana endi bular amafoslarni zo'rita, mana qarang. Bulardan olib aralashtirib hozir ko'rsatgani ertagadan o'sha bugundan boshlandi umumiy massaviy solyapmiz. Bu mana rangini qarang. Qizil bo'ladi. Mana nima kunlari yog'ingarchilik ko'p bo'lib ketdi. Qishda ham soldik, qish faslida ham. Qo'ldan kelgancha yana hozir kamini shu kunlarda yimini tez bersak aralashtirib juda bir danalarimiz mazza qiladi. Mevalarimizni mana o'rtasiga
bitta suv kiradi-yu. Mana shunchalik bo'ladi. Bu tomiri ko'rinib qoldi. Aralashtirib olamiz mana. Maskerlarimiz mana. 150 gram, 100 gram mana. Ozgina mana qilib ko'mib qo'yamiz. Hali sug'oramiz, suv beramiz, keyin yomg'irlar bo'ladi. Hali zo'r yomg'irlar tushib turibdi. Ana shu yomg'irlarda erib bahorga tayyor bo'ladi. Mana oddiy hozirgi bir kunimiz ham g'animat. Mana o'sha biz ifo bardo mana 20 va Erg'an. Ifo bardo haqida ma'lumot mana. Mis elementi 20% fungisid, zamburug'li va bakteriyal kasalliklarni ishonchli himoya qiladi. Ta'sir etish xususiyatlari. Preparat tarkibidagi mis elementi ekinlarga tavsiya etilgan me'yorida qo'llaniladi. Zamburug'li va bakteriyal kasalliklardan ishonchli himoya qiladi. Kech kuzda daraxt barglarini 60-70% to'kilganda mevali daraxtlarni kasallik sporalaridan xoli holda qishlovga ketishini ta'minlaydi. Ya'ni kuzda ham boshlaganmiz. Kuzda ham sepdik. Mana eng o'sha kuzda ulgurmaganlar hozir. Erta bahordan kurtaklar uyg'onmasdan qo'llanishi talaffutsiz chiqqan zamburug' sporalarini qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Mavsum davomida kasalliklardan ishonchli himoya qiladi. Ana shu qolgan qutgan zamburug'larni, o'sha mikroblarni, kasalliklarni o'ldirar ekan. Mana qo'llanish nimasi 2%, 3% qilaverasiz. Ya'ni 1% degani 10 litrga 100 gram, 2% degani 10 litrga 200 gram, 3% degani 10 litr suvga 300 gram. Eng asosiysi o'sha zamburug'lardan saqlansa, mana endi bahorda yozda shu bir boshdan ketilsa, yozda, kuzda o'sha daraxtlarni himoya qilish oson bo'ladi. Kasalliklarni oldini olgan bo'ladi. Ya'ni infeksionniy kasallarni ham oldini oladi. Ya'ni o'sha emlov deyiladi-da, bu emlov. Bolalarda ham emlanadi. Shuning uchun hurmatli o'rtoqlar, hozir mazza qilib hamma o'tiribdi. Tashqariga chiqib ketadir sovuqroq. Minus bo'lmasa bo'ldi. Havo plus 0 gradus bo'lsa ham sepsa bo'laveradi. 2 soatda o'ziga oladi. Mana hozir sepdingiz, 2 soatdan keyin yomg'ir yog'di, zarari yo'q, o'ziga shimib oladi. Kurtaklar. Bo'sh kelmasdan mana Smartfert aqlli o'g'itlarimiz. Bemalol yana nomerlarni eslatib qo'yaman. +99 878 147 0500 o'sha agentlari oladi. O'zbekiston bo'yicha hamma oblastda nimasi bor, agentlar bor. Omon bo'linglar. Mana bu haqiqiy ham reklama, ham maslahat. Shuning uchun kimdir o'ylaydi, doim nimani ko'rib, ha deydi, bu unday qilyapti, to'g'ri, lekin manfaat topyapsiz-ku, shuning uchun bo'sh kelmanglar o'rtoqlar.